Ya to'ylarimiz bor ekan, kino bor edi-ku, yodingdami? Mana shuni qo'shqini montaj etib beramiz. Xabarlaringiz bor, Shirin posilkani orqasida 35 dana kottej qurayapmiz. 200 kvadratlardan. No, plus yana ikkisi qo'shilishi mumkin. Bu yerda yana bir etajlar, hozir ustlari bosilib turibdi. Beton plitalari keldi, elektromontajlar bo'lib turibdi, ichan suvoqlari bo'lib turibdi. Xullas, hozir уже 14 dana uy bitdi. Shundan 4si sotilgan, 10si hali sotuvda. Bundan tashqari yana hali davomi yana quriladi. Xullas, qurilish jarayonlari ketib turibdi. Hozir ustini plitalarni bosib turibdilar. Akkalanglar. Bu uylarimiz bahosini 500 million so'mdan turibmiz. Hozircha xabarlarimiz bor. 1-apreldan keyin 12% nalog minadi uyni baholaridan. Shuning uchun imkon qadar tezroq olishni planini aytinglar. Agar sizlar uyni ichki ko'rinishlari, planirovkasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoda yana shuni qo'yib beramiz. Avvalgi videolardan ko'rishingiz mumkin. Shoat uy joyda kanaliga kirsangizlar, Shirindagi 35 tayyor uy degan videolarni topsangizlar, uni ham ko'rsangizlar bo'ladi. Bu yerda silkalarni qoldirib ketaman videolarga, bosib ko'rsangizlar bo'ladi. Agar siz ortiqcha to'lov etishni xohlamasangiz, men sizlarga tavsiyam 100% to'lab olganlaringiz yaxshi. Chunki hozir misol uchun boshlang'ich to'lovini hozir to'lab turib, qolganini 1-apreldan keyin qoldiradigan bo'lsangizlar, qolgan qismidan aytganimdek 12% yana ustuna pul minadi, ya'ni nalog hisobidan. Shuning uchun tavsiyam hozir uy olayotgan vaqtda, odlaringiz o'tirayotgan vaqtda siz 100% to'langlar. Birovdan qarz bo'lib turibmi, bo'lsa ham hozir o'tirib olganlaringiz. Shunda sizlar uyni pulini 12% degan ham oz pul bo'lmaydi, u 50 milliondan sal ko'proq pul bo'ladi menimcha. Shunda ekonomiya qilasizlar, yonlaringizga qoladi. Uylarning adresini avvalam tushuntirdim, hozir ham yana tushuntiraman. Shirin posilkani orqasida biz Ipakchi mahalla degan hududga giradi. Yanada to'shniy adresi yoki lokatsiyasi kerak bo'ladigan bo'lsa yoki qo'shimcha sizlarda savollar tug'iladigan bo'lsa, videoning tagida telefon nomerlari turibdi. Ya'ni quruvchilarning telefon nomerlari, shularga telefon etib, istagan savollaringizni javob olishingiz mumkin. Podyomchadan o'tiribdi. Betonni 60 ta. 60 ming so'mdan bir podyom, ha? Ha, plita shunga. Любой podyom kerak bo'ladigan bo'lsa, yana podnimat etib beraveradi. Ha, eshitildimi yo'qmi bilmayman, sizlarga salom aytdi.